ilahiy tecelli kılkan bir muhitni berpa kılış arkalık dünya ve ahiretin baktardığına gelişimiz lazım demekçe. Cihat veya niyet var iken, ondaki cihatın aldan tayarlık boğan hicret hem mevcuttur demek. Bu cinayet kılmışlık karşı turşun ibaret, hakkani kurşun uzun yakacak aldı. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuhu. Hürmetli televizyon görüşler. Yeni bir katımlık uçuk sohbet programımızda kelgenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqun. Kadirli qarindaşlar, hemenler ma'lum bolgandak biz bu programımızı bulup mu en ahirki 3 kısım programımızı hürmetlik akımız Adil Abdulgafur akımız bilen Xitay türmüsde 20 yılga yakın vaxtini şu Xitayning ashaddiy zulmi ichida ötküzgen ve türmeden çıkkandaki sırttaki hayatımı hem nurgulluğun besim aslında ötken bir nurgun tecrübeler egi boğan akımız bilen bundan burunki 3 Kudüs televiziyasida 3 kıtımlık programımızı ötküzdük. Hem bu programımız inşallah yana bir qancha hatta bir qancha 10 kıtımgacha davamlashishi mumkin. Biz şunun devamı kılıp bir 4. sahnede oturupdimiz. Aldı bilen men kıymetli vaqtini chiqarib kelgan hurmatli Adil Abdulgafur akamizga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Rahmat sizlarga kelib qolganlar uchun. Allah razı olsun. Qadrli qarindoshlar, hammalarga ma'lum bo'lgandek biz bu bulupmu Adil akamiz bilan o'tkazayotgan bu suhbatda asos qilib, ya'ni bunchalik uzun vaqt turmining ichida Xitoyning eng ashaddiy, ya'ni ta'bir qilish to'g'ri bo'lib qolsa, yani Xitayning haqiqiy yuzini eng uchuq shaklda ko'rishga muyassar bo'lgan, o'z beshidan kechirgan bir akamiz bilan suhbat elib beryapmiz. Bo'libmi shu Xitoyning shu turma ichidagi Xitoyga qarshi bo'lgan eng aqalli bir bahonalar bilan tutilib shu yerga so'langan shu qarindoshlarimizga qanday muomala qildi, haqiqiy yuzi Xitoyning yuzini echyapmiz. Bu 3 qatimliq programmamizda biz yana buni davom qilamiz. Bugungi programmamizda akşam biz Kudüs televiziyasida o'tkazgan programmamizda yana shu Xitoyning turma ichidagi siyosiy jinoyatchilar deb atalgan bu atalmish siyosiy jinoyatchilar deyilgan bu qarindoshlarimizga qanday muomalarni qilganligini davom qilib kelib, yana programmamiz vaqt itibaridan yetmaganda bugun davom qilamiz. Oxirini yana hurmatli Adilga yana akşam so'zlab kelgan vaqtimiz shu qarindoshlarningki turmadagi siyosiy o'zaro shu har ikkilisi siyosiy bo'lgan shu qarindoshlarga qanday zulm qilganligi Xitoyningki bir-birisiga shpionchilik holatiga kelib qo'yib, boshqa jinoyat o'tkazgan jinoyatchilarni yeniga shpionlik olib qo'yib, hatto bir-birisini chaqtirib pash qilmasa uningga inson tasavvur qiluvsiz darajada zulmni qilganligini, hatto o'zlarining beshidan o'tgan bir qatim nun deb qo'yganliklari uchun Qur'on o'qidi deb 30 kun shu ishkanja zulm ostida qolganliklarini so'zlab o'tdim misol qilib. Endi mushadin shu qolib qolgan yerimizdan davom qilsak, davom qilishdan burun men bir narsaga ochiqlash, ya'ni oydinlashtirib o'tish kerak deb qarayman. Masalan, sizlar bu shu programmani bo'lib boshlagandan keyin va hattoki biz bu Sharq Turkiston 6-qatimliq qarindoshlik programmasi o'tkazilgan vaqtida dala faoliyatida bu yerdagi Xitoy mollasi, Xitoy tajovuzchi bo'lishib bergan Juma Tohirning o'ldirilgandan keyin u yerdagi atalmish olimlar, mollalar buningga qarshi bayonot e'lon qilib Xitoy televiziyalarida chiqqandan keyin biz u yerda shu ilm ahllari Sharq Turkistonlik muhojiratdagi bularning fikrlarini olganda, sizning fikringizni olgan. Endi shu faqat sizningki shu bayroq Sharq Turkiston bayrog'imizning oldida turib bizning ziyoratimizni qabul qilgansiz shu vaqtida. Ammo shu qabul qilgan ziyoratdan keyin bu sizni ba'zi har xil fikrlar, har xil inkoslarda sizlar bu millat cho'p ketdi deb bunga har xil haqorat qilinganligi sizlarga. Bu şekilde inkoslar bor. Bununla bir aldıdan bir cevap verip ötüp kessek, hem şu program şu türlü hayatlarını anlatkandan keyin mi yani sizlarga har xil qarshi fikrlar kelayotganligi ma'lum. Ammo shundan qanday qaraylar bayroq masalasiga
Bunun bir cevap berip ötüp ketken bolsa, şu karşı pikirdekiler bir anlap ötse dep şuna qarayman. Bunun keyinden aşu qalgan yerimizden başlap devam qilsak. Obdan diyenleri obdan boldu. Bu hem de nurgun qarindaşlarımızınki bu meselenin düşenmegenligi üçün hem de men mo özümdenki şu din öğreniş düşünüş jarayonida Peygamber Aleyhisselam'ın hayatı ve siret hakkında özümden bilgen, egerligen sünnetke, şu ayet hadisке uygun ma'lumotlarga ega deb qarayman özümni. Xo'sh. Hem de men sistemlik hem de bir katta bir islom universitetlerinde yoki bir fiqh-shunoslikda mana o'qimagan bo'lsam-mu, hem de ayni vaqtida 90-yillar, 95-yillardan burun ilgari keyin bo'lib Qashqarda nurg'un ulamolar bilan yana hem de Ürümçide bo'lib yoki turmada bo'lib jiq ustozlar bilan o'tirib qolgan ham da bularniki Peygamber Aleyhisselam'nın hakkında keyin hozirgi tercümali Şirin Bulaq degandek Peygamber hakkındaki nurg'un tarixlar bilan tanışıp çıktım. Endi şu qarindoshlarimizniki bu bayroq meselesida endi hozir asosan biz savotsiz yo'q qarindoshlarimiz endi. Men qaraymanki endi bu biz din haqida har qanday parangliq qilgan vaqtida cho'qim avval Peygamber Aleyhisselam'nınki shu ibtidoiy qisqagina 20 yillik hayoti bo'lib 60 yillik hayotiga cho'ng qo'shib kirishimiz kerak. Endan keyin bu Qur'on va hadisniki shunday islom tarixidagi 1400 yillik islom tarixida hamda shu islom dunyosida o'tgan mashhur 4 xalifa dedik, endan keyin Osmonlar dedik. Shu davrlardagi shu xilofat hukmronlik sistemasida bu bayroq haqidagi qarashlarga biz alayda bir ko'ngil bilishimiz kerak bo'ladi. Nima islom bayroq uchun nima deydi? Bayroq har qanday bayroq bo'lsin, bir bayroq islom nima deydi degan biz savolni o'zimiz qo'yib, biz bundan izlashimiz kerak. Men bilishimcha hamda Peygamber Aleyhisselam'nınki bayroq haqida qaysi bir urushga Hazreti Ali radhiyallohu anhu qo'mondan qilib, qo'liga bir bayroqni tutqizib, sen mush urushda sening qo'lingda bir odam iymon aytib qolib qolsa, sana dunyodagi har qanday yaxshilikdan kattadir deb shunday yo'l solgan bir tarixini o'qigan. Endi shu Peygamber Aleyhisselam'ның bayrog'idan to'liq oq ekanligi yoki qora ekanligidek ma'lumotlar bor tarixda endi. Masalan, endi Peygamber Aleyhisselam'ның shu Makka urushida Makkadan shu Makka urushiga 3 kun burun sahobalarga xabar qilib, cho'qim Qur'on Iroq va Atullahni jabdish urushga chiqadigan to'g'riliq farmon tushirdi ekan, ammo nega bordiganligini hech kim demaydi. Hatto Abu Bakrga ham demaydi ekan o'zi urushning nega qaratganligini. Shunday qilib 10 ming kishilik qo'shinni boshlab Makka bo'sug'isiga yaqin kelgicharlikcha, ya'ni nurg'un qabilali yo'lda Peygamber Aleyhisselam'ның bu harbiy yurishiga yo'lda qetildi ekan, Makka bo'sug'isiga yaqin kelgan vaqtida Peygamber Aleyhisselam bütün qo'shinni to'xtatib, shu yerda har bir qabila o'zining bayroqlarini chiqarishga buyurdi ekan. Ham Peygamber Aleyhisselam har bir qabilaning bayroqlarini o'zi qo'liga elib, o'zi echib, har bir qabiladan o'zi tanlagan kishiga bayroqni tutqizadi Peygamber Aleyhisselam. Peygamberning tarixida bu tafsili bayon qilingan. Endi bu Peygamber Aleyhisselam bilan Makka urushi qatnashgan bu birlashma qabila qo'shinlarining tutgan bayrog'i bular Peygamber Aleyhisselam dunyoga kelishdan burun, hatto shu chaqdagi urushqa Arab jahiliyat davri urushqa Arab qabilalari o'zaro urushadigan davrda jahiliyat davri ko'tarib olgan bayroqlar bular ekan. Shu islomdan burun jahiliyat davri ko'tarib olgan bayroqlarni shu bayroqni ko'tarib islomga kirgan bular. Shu bayroqni ko'tarib payg'ambar sabiy qatilgan, hatto shu bayroqlarni ko'tarishib Makka urushiga yaqin keldi bular. Shu chaqda Peygamber Aleyhisselam har bir qabilaning bayroqlarini o'z qo'liga tutqizib şu Mekke'ye aynen besip girdi. Demek bu sahabe bu kabilenin bayrakları cahiliyet devri gütegen bayrakları. Ta İslam'dan keyin mi, İslam'a kirgenden keyin, hatta İslam'dan keyin mi muş bayrakını bolu götürüp her bir kabilenin qaysi kabile kitabı, qaysi kabilenin kandak bayrağı var, qaysi kabile şu kabileninki namını ve şunun kimligini bildiriş, bir kimlik salahiyetini bildirdiğin bir nişan süpürde kullanılan bayrak. Peygamber Aleyhisselam'ınki ak bayrağın boğan, kar bayrağın boğan tarihte Peygamber Aleyhisselam şu yüzüdün ve sahabeler şu kabilenin bayrağı olup 10 neçe bayrağını götürüp Mekke'ye girdi. Şu çağda bu cahiliyet devrindeki bayrağın bu ya taşlayıp etsen ya ki benim bayrağımı götürürsen ya A bayrak buludu, ma bayrak bulmaydı. De bayrak hakkında alaydı, bayrağın rengi hakkında, onun kuruluşu, onun şekli hakkında ya onun yazıldığın bazı gep söz hakkında Peygamber'in birer gep kıyığında ben tarihte köymedim. Hoş. Hem şunun için deyimiz ki demek
Peygamber Aleyhisselam 13 kabile başlap Mekke kirgen vaqtida şu kabilenin her bir bayrakları, şuların cahiliye devlet kötəgen bayrakları 13 kabile 13 bayrak olsa mı bu kabilenin Peygamber özünün tevhid ve siyasi teşebbüsü bilen akide bilen bulup bir-biriga şundaq bağlanğan. Bir ceset, bir ten, bir usqan bulup uyul taşdagi bir iki peygamberin ahırında müşriklerge, yani Paris ve Rum kafirleriga karşı uruşda katlaşıp hani şunday katta zaferlarni quchqan. Bu tarixda bayrak to'g'riliq alayli gap so'zlar yo'q. Endi men shuning asosan bu bayrak masalasi bugungi kunda ham shu o'tir sharqdagi bo'lib atgan har faiz katibiladimi hammamizning qo'lida qor bayroq bor. Ammo bulardan birlashish ehtimolini aytijaq bo'ladi. Men buning ichiniman. Ham demak yana şunun qarda Peygamber Aleyhisselam'ın ve sahabalarının 4 halife Hulefai Raşidullar'ınki bayrak hakkındaki siyasi göz qarashları bu boğun iken hazır bir yerde biz qaysi bir ülmayimiz, qaysi bir ustazımız, qaysi bir katibi görüp ma'lum bir bayrağını götürüp onun bayrağını hakaretleş bizge bir tulum bir nadallık şu bu hem de dini düşünmezlik, dinin siyasetini, bu tevhidini, dinin bu menhaj siretini bu düşünmeyenlik. Yani bir aytganda bizdeki Şarkı Türkistan bayrağı olan bu kök 500'lük hilal aylık kök bayrak hem de 1933 yıllarda bizden merhum ustazımız Abdüsabit Damallam Şarkı Türkistan İstiklal İslam Cumhuriyeti'ni 33. yılı 11. ayının 12. günü Kaşgar'da ilan kıygal vakti tuncu kadar bayrağını götürüp oturup çıkan. Saud Damallam merhumunun devrinde bu Türkistan'daki bu iş hep özüden bir cihat eğavlen, cihat düşüncesi bilen Küparlarga karşı, Manju ve Ruslarga karşı bir cihat eğavlen oturup çıkan bir cumhuriyet. Enin deyinkin 1944 yılı Elixan Töre Damallam Gulcida yana işte Saud Damallamga varislik kılıp yani ikinci katım yani 14 yıl deyinkin bu bayrağını götürüp çıkıp yani Gulcida yani şu yeşil bayrağını götürüp çıkıp yani İslam İstiklal Cumhuriyeti yani ilan kıldı. Demek yani bulum yani Rus ve Xitay tecavüzün tarafından bu iki katımlık devletimiz aldırıp taşlandı. Demek ta Uygur halkı bugünkü kadar hem de şu 90 yıllık yakın oldu şu bayrağını işletip algan. Hazırki için biz metremizde meyil çoğun kişi kandak bir Xitay'nın şu tecavüze karşı bir çoğun kişi işler barlıq gelsin teşkilatlarga qo'zg'alanglar. Biz mush bayrağını devlet bayrağımız deb kelib hem de. Lekin bunun qaraganda bu birinci hem de bayrak hakkındaki Peygamber Aleyhisselam'ın göz karşı ve sahabaların göz karşı, bayrak hakkındaki dinin ve tevhidin göz karşı o bayatın biz Peygamber Aleyhisselam'ın Mekke'deki hayatı, Medine'deki ve Mekke'deki hayatı ve Mekke'ye biz kiriş Mekke fethiyesideki koşullarını başlayıp kirişki alıp olan bayrak göz karşı. Hem de yani gelip bizden 90 yıllık yakın iki katımlık devlet kuruluşumuz ve mağlubiyet jarayonida Uygur halkı şu Saud Damallam Elixan Töre ustazlarımız şu vakti büyük İslam ilim adamlarımız ve siyasi yollarımız ulaşmış bayrağını kötüygen. Ama şunun qaraganda şu bayrak haqidagi şu xato düşüncedegilar sen özünü bilib alsa, hem de aldırıp ketmey, nadallık qilmay, qiziqqanlik qilmay, sen özünü toq tutib, tarix qarabroq bir narsa dese deb umid qilaman. Bularni men xafa bo'lmadim, ammo baladan Allah bularninki engini siyosiy jihatga fikrini Allah cho'qlashtirib bergan. To'g'ri, haqiqatan aslida masalan bu bayroq masalasida sen onun o bu deb millatchilik o bu narsa hatta mesela qora bayroq bo'lsin, mayli qanday rangi qanday bo'lsin, 30 pora Qur'oni Karimni yozib olsangmi uning ustiga. Ya'ni islomdagi asosiy maqsad bu yerda bir yerga zamonga bir davlat qurilsa, uni shu yerda shu Allohning dinini hukmron qilish, Allohning dinini ijro qiladigan bir islomiy bir hokimiyat qurish. Bu maqsad yani. Sen onunğa qanday bir bayroqni tiklib olgan 30 pora Qur'onni yozib olsangmi islomiy bir hokimiyat bo'lmasa bekor onunğa. Emniyet hiç ne olması mı? Aslında bir milletini bildirdiğin bir abay diğimizdeki bir simbol. En şu vaktki şu devredeki en toşkan hazırki itiraf kılınan dağınık adımlar sen bizle yani şu oylagan kayrandaşlarımız oylaganda neçesi oylap kılıklık hem de şu vaktki halkarada tuncu katım hiçbir şu devrede tarihte bir İslam Cumhuriyeti degan bir ufkumda tuncu katım bizning davlat qurilib tikamiz 33 yili. Hiçbir yerde İslam Cumhuriyeti degan bir davlatda maydon kelmabdi o tarixda. Xilofat o'rilgandan keyin. Biz Osman Türk İslam imperiyasining hamda 650 yillik saltanat oxirlashib, endi buni Fransuzlar, Gollandlar, Portugallar, İngilizlar, İngilizliklar, shunday hamda Amerikalık uyan bir yanda Ruslar qatorliq tajovuzchilar Afrika ve Jirak, Sharqiy Janubiy Osiyo elleri qatorliq O'rta Osiyo qisqab kelib
Osmanlı'nın tarixida endi adetda Osmanlı en güllengen tarix qilgan davrda 200 ming Hristiyan yaşlarını askeri bo'lgan Osmanlı'nın tarixida endi. Shu qadar saltanat suygan. Endi Osmanlı taxtga vaqtida Hristiyan ahli salaf, yani Hristiyan dunyosi yoki Yahudiylar hargiz islom zaminida hargiz chekllanmagan. Ve şu kadar birlik. Fakat Osmanlı'nın yıkılış sebebidir Yahudiler Palestin'e sığınıp fikirdi. 23. yıllardan başlayıp kirip 47. yılda Yahudi İsrail diyordu ilan kılıp hazırga kadar hem de yani şu Müslümanların parakende kılıp atıdı. Hem demek hem de Muşu Ceryan'da hem de Osmanlı 1923. yılda en ahire ağdırılıp degende kendi bu Türk Cumhuriyeti barlık geldi. Yani şu mezgilde bütün Afrika, Orta Afrika ve Şimal Afrika zeminleri, şundaklar, Etiyopya, hazır Sudan ve Somali zeminleri, bütün Hicaz, hazır şu Hicaz rayonu hem de Umman, Yemen, Saudi Arabistan'daki Orta Asya'daki şu Paris zeminleri hem de şu Afgan zeminleri geçti. Hatta bizden Orta Asya, Mavraun Nehri, Kazak, Kırgızistan, Özbekistan zeminlerinin hemisi Rus'un ya İngiliz'in ya Fransız'ın çokum bir tacavüzünü koyup ketken. Meşhur 650 yıllık Osmanlı'ya İslam saltanatı bütün bastırıp yo'qolib tushgandan keyin dunyoda bir islom davlati yo'q holatda tunji qatim 33. yilda vatanimiz Sharq Turkistonda Abdusamad Damollamninki boshchiligida Sharq Turkiston islom jumuriyati qurildi. Yani bundan biz iftixorlanamiz inshaalloh. Ammo bu bizning bir tariximizdagi bir bilinish, bir yükselish bu. Gerçi biz iqtisodiy jihatdan, nüfuz ve başka jihatdan yükselemiyorsak, aniy jihatdan devlet hukumi, siyasi hukum, tevhid ve qandaqlı bo'lmasak qulluq ve zulüm, erkinlik ve hürlik haqidagi tushuncha bizga asta kirishga başlagan, ama 100 yıldan beri Xitoyning yani besimi nurg'un adamlarimizning eng azki bu xildagi aqidani yani biqidan quritib bizni shunday paralel qilib tashladi. Ama biz xalqimiz siyasetten, tevhidden yiroq. Men shunday deymanki, tevhid aqidasi bo'lmagan, siyosiy tushunchasi bo'lmagan, tarixiy bilimi bo'lmagan, ibadetini Peygamber Aleyhisselam'ınki sünnetiga layık ibadet qilishni asli bilmagan, coğrafiyaviy ufqi bo'lmagan odamni ben mükemmel bir mu'min, Müslüman yoki bir muhacir, mujohid deb qaramayman. Asli din shunday qaramaydi. Xo'sh. Biz ilqi tevhidsizligimizdan, tevhid aqidamiz bo'lmaganlikdan bizning yurtimizda Xudo yo'q, astag'firullah, odam maymundan to'ralgan dinga ishonmanglar deb ma'qul deb biz ming yillardan bir e'tiqod qilib kelgan bu buyuk aqida dini islomimizni Kur'anlarımızı köydürüp peyse, mescidimizi çaksa, ulemalarımızın dargası öldürüp, hatta yantak tehdit verip vurup öldürüverse biz şundan sükut kılıp başa gidip durduk. Hatta Kaşgar Yedikay Camii'nin 62. yıllarda 70. yıl boğan jarayanda Kur'an-ı Kerim'ni tağdaki döylep ot koygan 3 gündüz köygen deydik kitap. Şu Yedikay Camii'nin oldu. Şunu biz aqide, tevhid aqidemiz bo'lmaganlikda shu kuyayotgan Qur'oni Karimni biz tübürani kilib eleştirib atrofimizda naqsh-muzika, dap usullar atrofida usuliga tushib, Qur'on kitobida shu madaniyatni, Qutad G'ublik turk tillar divonidan tortib, ta bizdanki shu nurg'un olimlar o'tgan bizning diyorimiz, bu Ibn Sina, Farabi deymiz. Undan keyin shu Mahmud Qashqari, Yusuf Xas Hajib, ta Alisher Navoiy, Abdurrahman Jami, Bo'chita Abdullah, Xarobat Umar Hayyam, Babrahim Mashrab, Davrikak, Huvayda, Lutfi Sakkaki. Mushundaq bizning men sanasam bizim islomga kirgan 1000 yil tarixda bizning 40 necha büyük dunyoviy olim o'tgan bizning diyorimizda. Mushulninki har birisi shundaq büyük eserler ve eserlarni yozib bizga qoldirgan. Buning hammasi shu yillarda kuyib tugadi. Demek şunu köydürüş için biz şunun Xitayning debi usul oynab bunu köydürüp berdik. Biz tevhid aqidamiz bo'lmagancha Xitayning ichki өлкөлөрүндө Tungallarning kitoblarini köydürmek bo'lgan vaqtida, Qur'on kitobini Tungallar düdü bastırılgan kitaplarını köydürgen vaqtida Tungallar bu bizning kitaplarni nima köydürüşen deb Xitayga qarshi harakat qilib Qur'on kitap kuyayotgan o'tqa bir nechta Tungalning o'zini etib kuyayotganlik bir tarix bor. Şu ichkida Nimsha Xuzi Abdunum rayonunda yoki Lenjoda kitap Qur'on köydürüşni Xitoy derhal cheklagan. Ama biz o'zimiz köydürüp berdik. Çünkü biz tevhid, mesela Mahmud Mevlüt Damollam Üçtürpan kelpeldik. Zeynep Mevlüt Damollam deymiz, Atuş'ta şunundaki Abdurrahim Mevlevi, Yaqub Mevlüt şu Abdusamad Damollam Hindistan'da okup devlet kurgandan keyin şu jarayonda nurg'un ulemolar Hindistan'a berip Mevlevi derecedeki ilim xatmi qilib kelgan ulemalarimiz keliblam Xitoyning bu siyosatlarini, bu zulmini sal qabul qilib bundan e'tiroz bildirganligi bilan hammasi
20-30 yıllap türmelerge taşlanıp kalmaklık. Ama özümüzün mollunu özümüz öldürüp verdik, özümüz kamıdık, özümüz yokattık. Kitaplarımızı, medeniyetimizi, manevi, maddi medeniyet menberimizi hemiz özümüz yokattık. Hem kelip yana demek bu tevhid bizning engimizga singmagan. Şunga kafirlik Xitoy deydi ki bu Türkistan'daki bu Xitoyning molligi deydi. Dinni siyosiy aralashtirmaslik, siyosiyni din aralashtirmaslik, din ayrım narsa, siyosiy ayrım narsa deb qaraydi. Ashuna o'gasi ashuni ma'qul deydi. Aş Türkistan'daki ülke dedim men, Türkistan mollu shundaq jiq. Türkistan ulamalarimizni dedik shunda Qashqardan Xotangacha yo'liq kesak bassak basqini yetdi demakchi. Shu qadar ulama din bilan siyosatning asli bir narsa ekanligini bilmaydi bular. Din ayrım narsa, siyosiy ayrım narsa deb qaraydi. O din ayrım narsa, siyoset ayrım narsa desa o shaksiz kafir bo'ladi. Din degan %100% eng muhim, büyük, eng yüksek siyosiy ong va tushuncha bilan mukammallangan bir aqida bu. Din 1% siyosiysiz bo'lib qolsa din bo'lanmaydi u. Din degan u qudrat, cheksiz qudrat, hokimiyat demektir. Ahkamal hakimin demektir. Kudret demektir, hükümran demektir, şeriat, kanun, siyaset demektir. Peygamber Aleyhisselam'ın çeksiz ilmi, Peygamber Aleyhisselam'ın çeksiz akidesi, Peygamber Aleyhisselam Mekke qo'lab qalanmagan. Peygamber, Allah'ın Resulü, Habibi. Peygamber çeksiz ilim sahibi, çeksiz akide sahibi. Ama Peygamberinin qo'lida qurol bo'lmagandan, askeri kuchi bo'lmagandan Mekke'den chiqib ketishga majbur bo'lgan. Demek siyaset bo'lmaganligi uchun. Qo'li qurol chiqqandan anıza fatih qilib kirib hakim ilim bo'lgan bilan aqida bo'lgan bilan namoz o'qiydigan o'rin bo'lish kerak. Namoz o'qiydigan o'rin bo'lish uchun jaynamaz saldigan joy bo'lish kerak. Jaynamaz saldigan joy bo'lish uchun uning o'zining zimini bo'lish kerak. O'zining zimini bo'lish uchun zimini fatih qilish kerak. Demak, shu bir zimini fatih qilish bir hokimiyat masalasi, bu siyosiy masala zimini qo'lga olmoq demakdir. Endi zimin hokimiyat masalasi va zimin masalasi siyoset demek bu dinning eng muhim imanning bir muhim bir shaxsi demektir. Ama bizning xalqimizda din ayrım narsa, siyoset ayrım narsa. Siyosatni dinga, dinni siyosatga aralashtirmanglar deb Xitoy hokimiyati, Xitoy mollolari faqat din demek faqat namoz, ro'za, Ramazon, hija, arfatlar, zikr, tasbihlar, saqalni uzun qo'yib ashqal gapni qilsa, ashqal yo'lda mangsa, edimga yavash bo'ldigan. Deb ashundaqli bichar bir qulluq, ruhiy jihatdan bir qulluq, mahkumlik targ'ib qildigan bir xil bikinimi, batil tushunchani bir din va ibodat qilib bizning xalq tushuntirayotganlik biz Xitoyning mollolari. Din demek din siyosiysiz bo'lsa din bo'lanmaydi. Herkes bo'lmaydi. Şu hozir qolimiz shuki bizning. Biz hozir dinni biz faqat bu Qur'onning namoz o'qiydigan yerini bilgandik. Namoz o'qiydigan yeri kirganmiz. Tartaldigan yeri. Agar bunning qarshisi Payg'ambar Alayhisolamning masalan o'sha Qur'oni Karimdagi sura Niso'ningki 70-oyatdan 100-oyatga ko'rib baqsa bo'ladi. Düşmanning sharridan saqlanish uchun hamisha nat o'shar zerek turinglar deydi Alloh taolo Qur'oni Karimda. Biz hozir endi biz düşmanning sharrini masalan ikkidan chelishib qilib birisi besilib kelsa, yoki ikki qo'shin urushib birisi mag'lub bo'lib kelsa, mag'lub bo'lg'ichi taraf cho'qim qarshi tarafni tushunmaganligidan mag'lub bo'lgan bo'ladi. Shunga bizni Alloh taolo shu dushmanini tushunmay qilib mag'lub bo'lib ketmasin deb dushmanning sharridan saqlanish uchun dushmanning sizlarga qildigan har turli yomonligidan saqlanish uchun o'shar va zerek bo'linglar degan. Ama biz tarixten beri yüzyıllardan beri Xitoyga mag'lub bo'lib keldik. Qirilib keldik, qul bo'lib keldik. Bugungi kunda xotin qizlarimizga, ar-nomusimizga, iffatimizga, balchaqimizga, saqlimizga, hata hijoblarimizga ega bo'lmaydigan darajaga keldik. Biz o Xitoyning yomonligini emas, Xitoyning shu yaxshiligini bilib, uni yomon tarafini qat'iy bilmaydigan qachon bir bizga bir yordam qila degandek Xitoyning shu ishkining oldida tilamchidek titrab turib, qashdan turgan bir divanidek titrab turibmiz biz ummat. Biz Xitoy haqida qat'iy bilmaymiz. Shunga bu xalqning xalqi biz ham demak siyosatsiz, tavhidsiz, tarixsiz, jo'grafiysiz kirgan iman mana bizni bugungi kunda mana mushohada e'lon qilmoqda. Endi shunga deyman xalqimiz buni bir tushunsin. Endi hozir bayatın sizlar dillal yani bir mesele hozir mening bu teşviqatlarimga, bu bayonotlarimga nurg'un qarindoshlarimiz Malayziyada olsun, Türkiye'de olsun, Irak janggohlarda olsun, vatanda olsun, ba'zi nadan sebeballah menga baza itirazlarni bildiryapti. Hatta men haqorat qilyapti. Men buni apu qilaman. Chunki men Payg'ambar alayhisalom aytgan bir kishi inshaalloh. Payg'ambar alayhisalom Toyibdan qaytib Toyib xalqi Payg'ambarning put qo'llarini qoniga melib etsimi, ularni apu qilib, ular nadan degan.
Hem de bular muştu internet ya televizor tor arkalıp Xitayning turmundagi zulmlarini pash qilib olsam, bular menga e'tiroz bildirib o'tadi. Bular o'ylanib beqish kerak. Bular aql bilan hissiyotga, nadonlarcha hissiyotga bundaq berilmay, bular har narsani aql bilan o'ylash kerak. Demak, har kishiningki ibodat, uningki har kishiningki dilini, uningki tilini, uning fe'lini aqidasi boshqarish kerak. Dilini, uning tilini, uning fe'li, harakatini aqidasi boshqarish kerak, aqidani aql boshqarish kerak, aqlni oyat va hadis boshqarish kerak. Undaq bo'lgan vaqt inson qat'iy azmaydi. Endi hozir men yillar Xitoyning turmusida yotib, men emas, men ay Xitoyning turmusida azob chekib yotgan million, yüz minglarcha qarindishimizning, ustozlarimizning, buyuk olimlarimizning bir parchasi, men bir zarrasi, men vakillik. Endi Xitoyning ayben dedim-ku, Xitoyning turmusida hozir 30 yillik, 25 yillik, 30 yillik yaqin muddesizlar kesilib qachon chiqib ketishini bilmaydigan darajada shundaq katta ulamalarimiz bor, siyosiylarimiz, rahbarlarimiz bor. Ular shu qadar yetilgan olimlar, doktorlik hozirgi zamon maktab diplomida doktorlik ochdi, alayda cho'ng unvonlar, professor, faylasuf darajalik ashunday unvonlar berilgan. Masalan, tibbiyotda doktorlik Amerikada yoki Yevropa zaminlarida tibbiyot doktorlikdan erishgan, mush yeziqchilikda yoki ma'lum mush fizika yoki boshqa tabiiy va ijtimoiy fan sohasida shu qadar buyuk unvonga erishgan alayda bir davlatni, bir ummatni qo'lidan tutib tura oladigan to'g'ri bir nurga boshlab elib mang'alaydigan darajada minglagan, millionlagan qarindoshlar qolmoqliq. Bularning azob oqibatlarini mening deyishim xato bo'ptimi? Bu kishi shundaq aqlga hamda nima yeb, nima yeydiki, bu inson shunda aqlsizlar paran qiladiki, masalan, debdi bu bir to'g'ri debdi. Bu debdiki qaranglam yadi bir millatchini debdi. Qaranglam yadi bir chidimas millatchini. Bu turmaga kirib qapti ekan. Turmada Xitoyning azoblari chiqma, men anda qildi, bunda qildi deb va hesab voy, mandaq debdi. Isa, Musa, Harun, İbrahim, buchi payg'ambarlar nakilni ko'madi. Bu tağutlarning qo'lida. Muhammad alayhisalom nakilni tağut payg'ambarlar Isa, Musa, Harun, buchi o'zining adishini aytgandeklicha bundaq. Shu payg'ambarlar nakilni ko'madi o'zining tağutlarning qo'lida. Bu taqshi payg'ambarlardek chidimay, mandaq bizga dad aytib, uni qaysi Yevropada qaysi bir tağut, qaysi bir adam buna yordam berdiki, bu sabr qilolmabdi deb meni haqoratlayapti. Men buning yana xapam chiroyli dedim. Demak, endi u payg'ambarlarningki tağutlar qo'lida, dushmanlar qo'lida turgan azobni unadan bilibdi. Uning kim deb beribdi? Alloh Qur'on orqali deb berdi unga. Allah Qur'on-i Kerimda Rasululloh deydi-ki, ey Muhammad alayhisalom, sana men go'zal, chiroyli qissalarni so'zlab beraymi? Masalan, Yusuf alayhisalomning zimdan bayonin degandek. Qur'on nurg'un bayonlar bor. Biz butun payg'ambarlarning hayotidagi bu fojiali qismatlarini, Janob Rasulullohning qismatlarini, payg'ambarning sahobalarining qismatlarini, masalan, bizning eng buyuk shu zulmatning avjatining tipik vakillari bo'lgan Ammar ibn Yasir oilasi, shuna Habashi Bilal Habashi radhiyallohu anhuning hayot haqidagi bu ochiq, bu ham ta'sirlik bu bayonlarni bu nerdan anglabdi? Demak, shu hadis orqali sahobalarningki rivoyat orqali tarix orqali bilamiz buni. Endi men bugungi kunda milyonlagan odamni qonqir qashlayotgan va qirib o'ltirayotgan dunyoda eng chekinlashgan bir jallod, bir zolim Xitoyningki turmudagi qirg'inchilik, o'zimizningki deydi-ku, biz butun islom ummati bir jasad, bir tanga o'xshaydi. Albatta sol qo'lga pichoq tegsa, o'ng qo'l kelib bunga yordam beradi. Bu sol qo'l deb qat eqilib versa, o'ng qo'lning kori bo'lmasa, oxiri butun tomo bir tutash bo'lgandan keyin butun badaniga qon eqib, o'ng qo'lim kerakdan chiqadi oxiri. Bu men kesilmasam nima kar deb ma'qul bu yoqqa yenim kelgan bilan oxir qon eqib bu qo'lim ilak bo'lgan ekan. Demak, Alloh va Rasul bizni birdan burishgan deb qaradi islomiyatda. Ham shunday ittifoqlikning ne qadar muhim ekanligini biz ummat tushunib yetmaymiz. Endi birib turmida shunchilar 40-yillik bo'layotgan vaqtda shu qarindoshlarimizning va o'zlarining ustidan o'tgan shu Xitoyning qo'lidan tatgan azob oqibatlarini chiqib, kang musulmon yosh qarindoshlarimizga, mujohidlarimizga Xitoyning tağut kafir Xitoyga qarata o'chmanligini va ularga bo'lgan dushmanligini kuchaytirish va ularga bo'lgan bundagi Xitoy cho'qim islomning dushmani ekan, cho'qim ummatning dushmani ekan, Xitoyni yo'qotib bo'lsak bo'lmaydi ekan deydigan bir siyosiy jihatda, bir siyosiy bir tavhidning bir siyosiy chaqirig'i bu Allohning kafir dushmanlariga qarshi. Buna bir mu'min musulmonlarning turmalik azob oqibatlarini kang musulmon qarindoshlarga deyishning o'zi xatomi?
bu aqliq nima yeydiki bu qarindoshlarimiz endi demak endi bilinmasa bishkipachi uyg'urcha material o'qib bilan ya bishki qadim tablig'inglar bilan mujohidlar bilan ya muhojir bo'lib olgan ya chiqib bilan eng mukammal bir diniy olim e'tiqodchi bo'lib olib bilan chiqib o'z bilgan so'zlar bildirlab yuribdi bular. Ham demak bu sal o'ylanish sal aql ishlash ekan. Alloh bilan afv qilsin, bizni hammamizni hidoyat qilsin. Bularning hamda qabul bo'lmadim hamda bu qayndoshlarimiz men bu qarindoshlarimiz bizga qabulab manda deb qolmish ekan. Hamda demak bizdagi yetarlisizlik, bizdagi kamchilik, siyosat, tavhid jihatda, tarix jihatda bu bizniki. Ham shuning uchun biz ummat Muşu ahir deydiğine muş tevhidke, tevhidsiz kişi min ibadet kısım onun kelki, akidesiz kişi bir nesi var mı? Abdülkadir Damoğlu'nun ha. Hani şunun dek akidesiz kişinin ki kılgan işlerini hem de şu. Akidesiz kişi şeytanı öldür. Akidesiz kişi şeytanı öldür. Eğer min yıl ibadet kılsın öldür diyenlik. Akidesiz biz akid tevhid ve siyaset aqidni bilmay turib biz o ibodat, o zikr, tasbih bo'yicha unchalar murakkab bo'lib ketsak, ajri berilmaydi. Chunki Payg'ambar alayhisalom faqat islom tarixida aytgan vaqtda Payg'ambar alayhisalom nabuvat tushib 11 yillik namoz farz bo'lgan deydi. Namoz andin. Demak, la ilaha illallohni Payg'ambar alayhisalom 11 yil o'rgatgan sahobalarga. Balki 5 vaqt namoz 2 soat o'qib bo'lgan bo'lishi mumkin. Biz shu La ilahe illallah Muhammedun Resulullah tevhid kelimenin 11 yıl öğretişki maksat bu kelimenin ki qaysi derecede hem de bunun mehfum mahiyetleri bu kelimenin asla yuşuranılgan. Demek muş kelime bütün Kur'an demektir hem de. Hoş. Biz şunda hem de dinni biz doğrap, erişip biz bu dinni çokum yüzümüz hiç kimge geçmey meyli fikir cihetten meyli hem cihetimiz özümüz tadqiq qilib özümüz bu dinga özümüz kirishimiz kerak. Ergishib anamızga dadımızga qarab bo'shlikka vaqtimiz namoz o'qib ko'rib kelib anamızın dadımızın doğrab namoz o'qib qolgan yoki yurtlarimizda to'y to'kin boshqa qiz o'limga haq kirmaydi ekan ya o'lsa o'g'liga qiz bermaydi ya qizni haq olmaydi jamoatni olib qaz bo'lmaydi ekan namoz o'qimasa bo'lmaydi ekan deb menda o'qiydigan bir xil namoz qilamiz yurtimizda. Shunda o'xshash endi bu doğrab qabul qilgan iymon bo'ladi ekan. Çokum bugün kimi doğrab, kimning selesi yo'g'an, kimning saqli uzun, kimning nam sharif kan o'z gunoh qilsin, manga buni tutgan yo'li haqmi, xatomi, to'g'rimi, kari yo'q bu haqning. Shunga iymon aqidasi deganning Payg'ambar alayhisalom Rasululloh bir kishi edi. Tunji qadim nabuvat kelgan vaqtda birli Muhammad alayhisalom, birli payg'ambar, birli Rasululloh. Ikkinchi kishi yo'q. Shu chaqda hozir haqni qaysi bir jamoatga, qaysi bir tashkilotga, ya qaysi bir edem musulmonlar jiqman shuni haq deb qaraydi ular. Bu bir Yevropacha bunday bir kishlik ko'z qarash hamda jamiyat tuzilmasidan bunda. Demak, biz narsaninki o'liq edemning ko'p edemning qo'llaganligi va ko'p edemning uning agashganligi emas, faqat shu narsaninki haqmi, haq emasmi? Uning mohiyati, shaklidan, uning xususiyati va hokazo uni chunqur tadqiq qilishimiz kerak. Bizdagi azg'unlik deymanki hozir Afg'onistonda ya u yerda hozir 20 yilga yaqin urush bo'lib o'tadi. Turkiston jamoati qulluq qurolag'in 20 yilga yaqin bo'ldi. 20 yil yaqin bo'ldi Turkiston jamoat qurol ag'ini. Endi hozir bizning yurtimizdagidek zulmni men hech qanday his qilib boqmadim. Masalan, Iroqdagi turmlarning mahbuslar qutqizildi. Yahudiyning turmusidan falastinlik mahbuslar qutqizildi qurolliq. Pokistonda qutqizildi, Afg'onistonda qutqizildi. Amma Türkistan turmusida milyonlarcha edem yadida 30-40 yildan yaqin bir edem qutqizib baqay deb u yerga bir ko'ngil bilib baqqanni. Ya Xitoyga qarshi bir pay o'q etilganini chet elda men ko'nglim bek yerim bu jatdim. Şuna bizde çok egri mesele var bizde, egri mesele var. Bunu her bir muhacir, her bir mücahid bunu çok oylap yetiş gerek. Çünkü Allah bizi kıyamet günü bizge evvel Allah bizni Türkistan'dan soraydı. Aç biz taşlap çıkan umak buvak balalardan, hadisinlerden, şu kilin kızlardan, şu analardan, şu buvaktan Allah bizni soraydı kıyamet günü. Herkes bizni Türkistan'daki biz hazır mendek bir edem 5 balonları kutunu taşlap yenip çıkayım bir yerge. O balırım uşak kalıdı. Ben bir yerde jüreyim de. Ama Xitay onunla Hayat bayramda apıp yoklap, onu apırıp, görüş, onu yanına apırıp, onu obdan bakıdı. Hani yeşliğe girip, mektapka girip, onun kiyim giyecek, nampan obdan belgendiğini o hükümeti yaxşı girip kalıdı. Senin dadan andak eskiydi, mandak bizge karşı çıkan dadan çıkıp gitti, geçip,
biz yaxshi yetdik deb uni kafir qilib tarbiyalab chiqadi. Biz 5-4 farzandlarimiz ailemizden kafir buluş bedliga onu tashlab turib bu yerda boshqacha fikrlarni yurib Allah bizga insof bersin. Öz qavmiga, öz ummatiga, öz ailesiga kuyinadigan ummatlardan qilsin Allah bizni. İnşallah amin. Nayt yaxshi bir kurash bo'ldi. Hamda shu akşamki qolgan yerimizden başlab davom qilsak. Endi ichidagi akşamki parang ahiri demek ki endi şu Xitoyning turmusida endi 1988 yıllar, 87 yıllardan tatib qamalib chiqqan. Shu chaqda men turmudagi vaqtimda eng boshda qamalgan mahbuslar şu barın ve cihadının mahbusları o'xshaydi deb o'ylab chiqqanman. Keyin qarasam 87-yilimi şu biz hukumaydigan vatanimizden her qaysi joylarida Xitoyning hokimiyat sistemasi degan. Mesela Xitoyning hokimiyat sistemasida mesela her qaysi nazorat o'rinlarida yani şu jihi o'rinlar degandek o'rinlarda shu yoki millatchilik tushunchasi aqidasi bilan yoki diniy aqida bilan Xitoyga qarshi ba'zi ma'lum bir harakatlar bilan qamalgan odamlar nayt chiqqan. Buni haq buni Xitoy butun biz anlaganimiz bu yüzde 20-30% ekan bu. Cemiyet xalq biladiğini. Ama Xitoy un chiqarmay, is chiqarmay tutib yechirib 20-30 yillarcha qamab turib chiritib qiritib etib qolgan odamlar intayin chiqqan. Buni qachon bilding desalar 2002-yilda Xitoyninki ko'na turmusidan yangi turmusiga ko'chgan bo'ldik. Shu chaqda Urumchida 2 turumdan araliq 1,5 kilometr keladi. Şu 10-15 ming mahbusni hemen piyoda evvel yatgan karvatlarımızı götürüp mağduk. Eningdan keyin yatgan köpüzni yurib mağduk. Ayda qilib eningdan keyin bu yilqi turmaninki ishxonalarniki asharlarni ko'chaygan bo'ldik. Shunda qilib şu birinchi turmadan ikkinchi turmadan araliqqa 2 kilometr araliqda sanjaq askar turdi ikki tarafda. Aş tağaqning tishidek askar turliq. Yana bir jiroqda şu araliqdan bunu İki turumdan arlıqı mındaqılıqı cemiyet hem de o arlıqı aile kurusu var ya. Evvel şu birinci turumunun kovanın birinci turumundan yeni birinci turumuğu köçeş jeriyan ki bu 1,2 kilometrlik yolda evvel şu yolun iki qasına kadar tağaq çiçekinde asker kuralıq turuqluq. Eningdan keyin yani şu askerden keyin yani 20-30 yani 2-3 qat askerler atıp qorşaqlıq. Aşında köçtük. Şu jeriyanda men şu cık edemlerine mi şu Uygur adamlarında bir paranlaşkın olmaydı. Hatta 70 yaşlı, 80 yaşlı, 90 yaşlı kirip kalgan 60-50 yaşlı o sakal koymagan degen bedelleri bek çirip bek acizlap bek mındak bedelleri izlip ketken bir xil adamlar uzun yıllar aptap görmegendek haletlerini gördüm. Ayında nurgun qerildi hemmesi Uygur kişilik ekenim. Ötkegenini gördüm. Ben bunu uqmaydı ekenman. Şu çağda hem de şu Kaçallardan qamalgan şu adamın şu turmada kaçallardan biri yetip atkan bunu men bilmedim. Ama mening bilishimcha şu turmada bo'lgan, anglagan gap so'zlarga qaraganda faqat 87-yildan tatib turmaga kirganlar hozirgacha qamoqlik, hozirgacha muddasi yetib atadi degandek ba'zi ma'lumotlarni angladim, ama ko'rganlarim bu. Şu kishilarning nima uchun yatganligini, nima sabablarni uni bilmedim, ama şu chaqda şu qadar hamda nurgun hem de şu neçe yüz çıkamikten şu vakti kendimde tahminin hesabımda şu peşqadam kişilerimiz, ecdatlarımızdan turmalar şunda yetkilip atqanlığı nurgullarga bizden bundağı bir tamaq toşuydigan bir tokluk sayat maşinasındaki maşina var. Üstündeki 20-30 çıksa boldigan tokulan mağdigan. Tamaq toşuydigan. Endi turumның içinde, birinci turumның içinde 3-4 kilometrlik asfalt yol var. Bir kenetning o'rinda. Endi 29-30 degan futbol maydoni, basketbol maydoni, Bishkek yerda futbol maydoni, 30 necha yerda zavod, korxona, 10 necha yerda bino bunda qurishtiriliq ya. Endi shu arliqda ham shu hele şu kishilarni shu bizlarni yoshlarimiz şeylik yudkab o'chib asalni ko'tarib mangamiz karvatlarda yurib mangdiq. Shu qirilni shuna nech 10 qitim sal yoshlarni mangdirib 50 yosh atrofida sal taranglarni mangdirib köpençilerine şu yüyle
şu jinoyatchilik yo'lab besib, tushirib, ko'tarib ishlayotganligini ko'rdim. Bularning hammasining usti mahbus kiyimlari bor. Masalan, bizning ayollarimiz 60-70 yoshli ayollar, Uyg'ur ayollari degan bizning ularning obraz bizning nazrimizda chochlari uzun, oq ro'mol otgan, uzun keng kiyimlarni kiygan, chiroyli bunday qirg'in analar obrazlar qalbimiz. Lekin u yerdagi sulangan analarning 60-70 yoshli analarning qisqa kiyim kiydirib, kaldı yağını bijansi kiydirib, uning maydalarini yerim eshilib qolgan holatda aynan bilan kiydirib, chochlari kesilgan. Ay Xitoyning qir momaylaridaglar qilib yetibdi. Nurg'un ayollarni. Bular ayollar bilan birga o'tgan. Ayollarni erkegini ko'rdim, men bizning yo'lman erkegini ko'rdik, hamda peshqadam ustozlarni. Demak ham shu joyda biz qanchalik odamning qamalganligini shu vaqtda mening ko'rganlarim bor hamda buni men herkes bundaqa o'chib turmaning ichida masalan natijada futbol maydoni u bu badda buna shu aşağı solanganlar oynaydigan yami bu? Endi solanganlar oynaydi. Bu yer turumning ichida endi bizni en qiziqtiradigan narsalar bor. Endi tan tarbiya sohasiga oid. Bizning aqidamizga tutishadigan, aqidamizga bu 1% yo'l qo'yadigan hech qat'iy yo'q. Yo'l qo'yish emas, qat'iy cheklaydi. Endi odatda shu tan tarbiyalik vadamda her bir siyasi mahbusga birden nima qaraydi deydi, hamda ijtimoiy mahbus. Salimdagi g'ulliqroq hamda shu xatar kishi, muhim odam, buni cho'qim qat'iy buni madrasada qildirmasligimiz kerak degandek bunda g'ulliq siyosiy mahbuslar bor, bularga ishkidin degandek adam qaraydi. Shunga bu yerda masalan 10 ming siyosiy mahbus bo'lsa, 10 ming ijtimoiy mahbus bor. Uning to'lisi Xitoy. Bu yerga adamning 50% siyosiy mahbus bo'lsa, 50% ijtimoiy mahbus, ijtimoiy mahbusniki 40% Xitoy bo'lsa, 10% Uyg'ur. Faqat tanlab ekiladi bu yerda. Cho'qim mana shu. Bu yerda ulama amal yo'q ulama. Ham qishimizda bir o'g'riyanchiqchiq shu ijtimoiy qilmishlardan kirgan bir adam o'tasa, faqat u bizni kunda boshqurib bizning qilgan etganlarimizni bir-birlab yezib, pash qilib, uning hukumatga qanchalik qarshilik fikrlarni qilyotdi, qaysi harakatni qilyotdi, aynan bir-birlab yezib xotirlab topishib bersa, uning bir kun yaxshi ishlar, uning bir kuni qisqaraydi emasmi? U bizni birini urib bersa, hukumat undan bir kun elib yutadi. U turmadan bir kun baldo chiqdi emasmi? Anda bo'lgandan keyin o ijtimoiy Xitoylar bo'libmi? Shu nimalar Xitoylar va Uyg'ur shu aqlsiz mahbuslar faqat shu bizga egil zulm qiladi. Hargiz tayoq asosan bizning %70% bizga qildigan zulm va tayoq to'qmoq azobning hammasi jinoyatchidan keladi. Saqchilarning nayt az. Saqchilar yaqin qo'rqib yaqin kelolmaydi. Lekin saqchilar siyosiy mahbus birlashib bo'g'aplam. Masalan, ishimiz bir yer bo'lib qolsak, bir kadr kelib qolsa, o'tirib, bo'g'aplamash. U nereden haq kelib bo'lgan, uni destep pataqlab, jip bilan bo'yni bo'g'ab o'tirgan ishlar bo'lgan. Anda bo'lgandan keyin saqchilik yaqin kelolmaydi. Asosan hali ijtimoiy mahbusni boshqaradigan gap. Anda mandaq bir ishlar bo'ldi, shu mezgilda qaysi bir chaqki, odatda ijtimoiyning ichidami Xitoy bo'lsin, Uyg'ur bo'lsin, g'ururlik, vijdonli odamlar bo'lib qoldi ekan. O'liqi san ko'chirimiz, jirini qisqartimiz, sen bu ishni bilan boshqarib tursa, uning qilgan ishlarini hamma doklad qilsa, bizni bir demak u Xitoyning turmasi yana bir jihatdan nuqul, jasus va xoin tarbiyalaydigan bir maktab. Men mandam qarayimchi bu yerga. Ani u chiqqandan keyin u turmada uni chiqib, u uzunga, bu qisqaga, unda bu mundaq deganda bizga qilib qilmagandan keyin bizning ustimizdan uningki Xitoyning boshqa xizmatini va boshqarish xizmatlariga yordam bergan bo'ldik. U texnik bu xizmatni taraqqiy qilib favqulodda natija qazona olsa, buning turmada yana jiq bilan tartiqlashib, buning jiq alqishlaydi. Chiqqandan keyin yana o'g'irlik, yanchiqchilik, ba'ziligi, yerginishlik xizmati qilib ishlar bilan kirgandan keyin chiqqandan keyin jon baxsh masalasi bor buniki. Chiqqandan keyin yani sen jamiyatdami? Sen Uyg'ur bo'lgandan keyin o'sha Uyg'ur diyorlarida, ya'ni hukumatga qarshi tashkilot, o'chi bo'ch qanday bunday ishlarni bilsang, biz cho'qim desang degandek ular uning din, aqida va milliy jihatdan, g'urur, iymon jihatdan qanday jinoyat ekanligini bilmay bu ongsiz bechoralarni chiqib, ya'ni shu xiyonat, ya'ni jasuslik, ya'ni xayrlik ko'chasiga kirib ketadi. Shu orqali nurg'un bayit ketganlar, masalan, chiqiblar ozg'in zamonda va imorat, bino, islom mashin o'ltirganlar intayin jiq. Ammo bu bilaylik. Mesela bir Xitoyni ko'ydirib etdi turmada. 2005 mi, 2400 belki vaqa. Endi va'dalik
asasen şu iş bilen hoşu yok onun edemlerini kattık işiltip belki tügemez pütmez ki 14-15 saat işiltip eğer meynet emgekli işiltip sağan degen bununla bu işten kurtuluş için bu emde her kandak rezil vasıtını kılıştın başlatmaydı emde. Hatta hayırlı kılıp men çokum men bek kızılım kettim işlep men bu işni onu bir sana bir yaxşı hizmet qilib bersem ya siyasini qarab bersem palanı çekip bersem palanı setip bersem deydigan manda taleplim o'tirg'iga qo'yildi. Odatda bir xanzoni ko'ydirib etdi. Aşağıda etretden bulundu bir iskirden malıqı mot uçaklıqı ikki chaqliq qarvolar motorli qarvolar analik tokli qarvolar bilan mesela parça kilidi. Onu fiyat quraştırdı. Onu boluq ambo etriki onda nasıl tutulduğu ya bizden bağdırmaydı ola. Siyasal baramayız ya bizden kelip bağdırmaydı. Şu an iş eğri olğan diken şu adım malqı. Qarasaylıqı köçerin berimesen manmada quldursan köçerin berimez. Jilan qısqartırmesen mamaligiden başqa vazifen onchilik aşıyorsan senin hem bizning degandek qilgandikin edem zulmning qancha eğir qiyğansın iratsiz edemler iş qilib yaxshi bo'lish uchun tayaqdan qutulish va yaxshi bo'lish ko'chirmalish uchun hamda kech kunduz ishlaydi hamda shu qadar ishlaydi bu haqda. Ana zulm bo'lavergandikin aşağı bir ko'p zulm uçurgan bir xazzo bir iş başquruqchi bir xazzoni bir umuman ishkilasi jinoyatchi hamda. Aşı tuğa yerdan bir botulki benzin egilib bilan 5 o'qib tirilib ko'tirib etdi. Shuningdek anda zaliq benzini cheklib va turumdan ishki bo'laydi ekan. Faqat ijtimoiy Xitoylar va Xitoyga maslash yashaydigan hukumatning ustidagi qattiqlik o'zining islomiy va milliy kimligini qattiq esidan chiqarib etgan bir qism Uyg'urlarni Xitoylar bilan birlab turib ayrim ish maydonimizda ayrim deyap turibdi. Hatta o işning Xitoyning zulmining turmuş eğirligidan Xitoyga qilayotgan zulm bir-birini ko'ydirib etish, bir-birini chanib etish ya deganda o'zini nurg'on odam o'zini esib o'ldirib oladi ishning eğirligini degandek masalalar. Tamam. Vaqtni sutlan dostum mishada bu qadimliq programmamizda mishada to'xtamiz. Inshaalloh yana bir qadimliq programmamizda ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Qimmatli vaqtini chiqib ketganlar uchun ko'p rahmat. Alloh rahmat qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. İlahi tecelli kılkan bir muhitni berpa qilish orqali dunyo va oxiratning baxtlarga erishimiz lozim demoqchi. Bu cinayi kılmışlık karşı turşun ibaret hakkani görüşün uzun yapacak aldı.